Xolodilnikda bor yo'g'i 200-300 gram farsh bor, lekin uydagilaringiz sizdan qanaqadir tansiqroq taom tayyorlashni so'rashyapti. Shunaqa vaziyatda uddaburon kelinligingizni isbotlash uchun bu taomni tayyorlab, oila a'zolaringizni lol qoldiring. Qaynagan suvga kartoshkalarni solib, pishgunicha 250 gram farshni qizib turgan tovaga solib qovuramiz. Ketidan mayda to'ralgan piyoz, ta'bga ko'ra tuz, ziravorlar va suv solingan tomat pastasini solib qovurishda davom etamiz. Deyarli tayyor bo'lgan farsh ustiga yaxshi eriydigan sir solamiz. Endi suvda pishgan kartoshkalarni tuzini to'g'irlab, bitta tuxum va makkajo'xori undan qo'shib yaxshilab ezamiz. Endi esa ijod qilamiz. Qo'llaringizni qo'llab olsangiz ancha oson ijod qilasiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib taomimizga shakl beramiz. Orasiga bedana tuxum qo'shsangiz, ta'mi o'zgacha bo'lar ekan. Non talqoniga bo'lab, duxovkaga bir piyola suv bilan jo'natib yuboramiz. Shunaqa mazali, shunaqa ajoyib bo'lgan taomimizni chiroyli qilib mehr bilan bezatamiz. Oila a'zolaringizni biram pazandasiz deydigan maqtovni eshitmoqchi bo'lsangiz, albatta bu taomni tayyorlab bering. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosishni unutmang. Hammaga yoqimli ishtaha!